Assalomu alaykum. Har yili dunyo bo'ylab 40 milliondan ortiq insonlar lazer yordamida ko'rish darajasini tiklaydi. Lekin hanuzgacha ba'zi bir insonlar orasida lazer korreksiya operatsiyalari haqida noto'g'ri fikrlar mavjud. Bugungi videomizda bu fikrlarga oydinlik kiritamiz. Demak, birinchi noto'g'ri fikr. Lazer ko'zni kuydiradi. Aslida ham shundaymi? Yo'q, albatta. Lazer korreksiya operatsiyalarida hozirgi kunda eksimer lazer nurlaridan foydalanilib, bu lazerning to'lqin uzunligi 193 nanometr diapazonga ega bo'lgani uchun ko'z to'qimalarida termik kuyishni keltirib chiqarmaydi. Balki bu lazerlarimiz ko'zning shoh pardasida mikronlar darajasidagi molekulalarga ta'sir qilib, molekulalarni bug'lanishini keltirib chiqaradi, ya'ni ablyasiya protsessi. Bunda to'qima hech qanday termik kuyish olmaydi. Shuning uchun ham eksimer lazerimiz sovuq lazer deb ham ataladi. Ikkinchi noto'g'ri fikrlardan biri bu operatsiya jarayoni og'riqli kechadi. Aslida ham shundaymi? Yo'q, albatta. Hozirgi kunda lazer operatsiyalarida qo'llaniladigan og'riq qoldiruvchi tomchi dorilar yordamida ko'zimiz umuman og'riqni sezmaydi. Ba'zi bir bemorlar yengil bosim yoki tebranishlarni sezishi mumkin. Lekin bu og'riq emas. Lazer operatsiyalari o'tkazgan bemorlarning 97-99% operatsiyadan keyin og'riq sezilmaganini ta'kidlab o'tishgan. Bundan ham ko'rinib turibdiki, operatsiya umuman og'riqsiz o'tadi. Uchinchi noto'g'ri fikrlardan biri bu lazer operatsiyadan keyin hammada minus qaytadi yoki 3-4 yilda bir yana qayta operatsiya qildirib turishing kerak degan fikrlar. To'g'ri, juda kamdan kam holatlarda minus qaytish ehtimoli kuzatilib turadi. Bu qaysi holatlarda? Bu bemorda minus darajasi o'ta yuqori bo'lsa, ya'ni -8 dan yuqori bo'lsa, yoki astigmatizm darajasi 4-4,5 dan yuqori bo'lgan bemorlarda minus qaytishi yoki qayta operatsiya qilish ehtimoli bor. Lekin bu faqat bir martagina, ya'ni birinchi marta operatsiya qilindi va ikkinchi marta faqatgina bir marta qayta operatsiya qilinadi. Va bu ba'zi bir bemorlarda. Yevropa oftalmologlar assotsiatsiyasining tadqiqotlariga ko'ra, bunday bemorlar bor yo'g'i 2% ni tashkil qiladi. Ya'ni 100 ta bemor operatsiya qilinsa, shundan 2 ta yoki 3 tasidagina qayta operatsiya qilishga to'g'ri keladi. To'rtinchi, juda ko'p gapiriladigan noto'g'ri fikrlardan biri, lazer korreksiya operatsiyasi qildirganingdan keyin 10-15 yildan keyin ko'zing ko'rmay qolishi mumkin. Bu umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gap hisoblanadi. Odatda lazer operatsiyalarining natijasi umrbod bo'ladi. Tekshiruvlar, izlanishlar natijasida 20 yildan ortiq bo'lgan, ya'ni 20 yil avval qilingan operatsiyalarning 95% natijalari bemorlarni qoniqtirgan. Ya'ni operatsiya qilgan bemorni 20 yil o'tgandan keyin tekshirib, ko'rish darajasini aniqlanib, bemor bilan suhbatlashilganda 95% bemorlar ko'rishidan shikoyat qilmagan va ko'rish darajasi uni qoniqtirishini ta'kidlagan. Bu ilmiy izlanishlar albatta hammasi Yevropa va rivojlangan davlatlardagi o'tkazilgan ilmiy izlanishlarning natijalari. Bundan ko'rinib turibdiki, 10-15 yildan keyin ko'zing ko'rmay qoladi yoki xiralashib ketadi degan gaplarimiz albatta bu yolg'on va noto'g'ri ma'lumotlar. 5-chi, oxirgi noto'g'ri fikrlardan biri, lazer korreksiya operatsiyalaridan so'ng ko'zingiz qurib qoladi va har doim butun umr ko'zga dori tomizib yurishga majbur bo'lasiz degan fikrlar ham bor. Albatta,
Bu to'g'ri emas. Lekin operatsiyadan keyin deyarli barcha bemorlarda qisman ko'z yuzasi quruqlik sindromi yuzaga keladi. Buning sababi ko'zning shoh pardasiga lazer ta'sir qilish jarayonida undagi oziqlanish protsessini, ya'ni oziqlanish jarayonini buzilishi tufayli kelib chiqadi. Va bu 90% holatlarda 1-2 oy ichida qayta tiklanadi. Ba'zi bir holatlarda 10-15% holatlarda buning tiklanish muddati uzoqroq, ya'ni 3-4 oy davom etishi mumkin. Va shu vaqt oralig'ida ko'zning qo'shimcha oziqlantirish maqsadida ko'zning yuzasini namlantiruvchi dorilar tavsiya etiladi. Demak, bu fikr to'g'ri qisman, lekin bu vaqtinchalik, butun umrga emas. Lazer korreksiya operatsiyalarini xavfsiz ekanligini quyidagi statistikalardan ham bilib olsak bo'ladi. Hozirgi kunda har yiliga 40 milliondan ortiq insonlar lazer yordamida ko'rishini tiklab keladi. Lazer operatsiyalarining muvaffaqiyatlilik darajasi 99% va undan yuqori hisoblanadi. Qayta lazer operatsiya qilish ehtimoli esa 2-3% ni tashkil etadi. Asoratlar esa 1% dan ham kam. Yuqoridagilardan xulosa qilsak, lazer korreksiya operatsiyasi xavfli jarayon emas, balki o'nlab yillar davomida mukammallashtirilgan zamonaviy tibbiyotning yutuqlaridan biri. To'g'ri tekshiruv, to'g'ri xulosa va tajribali shifokor lazer korreksiya operatsiyalarining natijasini va sifatini ta'minlaydi. Agar sizda ko'rish bilan muammolar bo'lsa, lazer korreksiya operatsiyalarini o'ylab yurgan bo'lsangiz, bizning klinikamizga murojaat qiling.